Keling do'stlar, obzorni mehmonxonadan boshlaymiz. Mehmonxonamiz juda ham katta, ushbu uyimizda eng katta xonasi hisoblanadi. Lekin xonadon egalari buni aynan mehmonlar uchun emas, o'zlari uchun jihozlagan. Ko'rishingiz mumkin, ushbu yumshoq mebelga men o'tirganimda shunaqangi mazza qildim. Xudo xolasa o'zim ham yangi uy qilsam, mana shunaqangi katta xonasiga albatta shunga o'xshash mebel qo'yaman. Aylanasiga yaqinlarim bilan, oilam bilan, qizim, o'g'lim, ayolim, ota-onam bilan o'tirib mazza qilib dam olib televizor ko'rib o'tirishim mumkin. Zo'rmi? Sizga yoqdimi? Bitta niyat qilib tasavvur qilib qo'ying. Albatta siz ham bu narsaga erishasiz. Xo'p, divanimiz to'g'risida televizor joylashgan, o'zini tumbuchkasi bor, ko'rib turishingiz mumkin. Kechirasizlar. Televizor podstavka deydi. Konditsioner o'rnatilgan, mana bunaqangi gullari bor va ushbu xonamiz balkonga ega. Ko'pchilik aynan shu domdagilar, ba'zi bir xonadon egalari akfa bilan yopib bu yerda ham o'rab kladovka qilib qo'yishgan. Mana ko'rishingiz mumkin, kompotlar qo'yilgan ekan. Yopib o'rab kladovka qilib olishgan. Siz ham bemalol buni qilib qo'ysangiz bo'ladi. Ketdik endi, keyingi xonalarni ko'ramiz. Neoklassik uslubida remontdan chiqarilgan, patologlariga ham alohida e'tibor beringlar. Zamonaviy, juda ham chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan, oddiy narsalar, lekin savkusim qilingan, to'g'ri joyga to'g'ri narsa ishlatilgan. Kirish qismini ko'rishingiz mumkin, yana bir bor. Kirishingiz bilan to'g'rida mehmonxonaga kirdik. Chap qo'lda ikkita yotoqxona. Keling, bolalar yotoqxonasidan boshlayman. Ko'rishingiz mumkin. Bolalar yotoqxonasi, 2 qavatli krevat qo'ysangiz ham ikkita farzandingizga bemalol joy yetadi. Endi bu yotoqxona xohishingizga qarab foydalanasiz. Agar sizda bir o'g'il, bir qiz farzand bo'lsa, yotoqxonani ajratib berishingiz mumkin. Yo'q, agar siz ota-onangiz bilan yashaydigan bo'lsangiz, sizda bitta yoki ikkita farzandingiz bo'lsa, ota-onangizga ushbu yotoqxonani jihozlab berishingiz mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda xonadon egalarining bir dona farzandlari bor. Bu yer как o'yingoh. O'yinchoqlar saqlaydigan joy. Xo'p, hol bo'ylab, koridor bo'ylab yurib kelganimizda keyingi xonamiz alohida hojatxona. Unitaz o'rnatilgan va rakvinalari ham mavjud. Xudoga shukr, bu joyda gaz, svet, suv, kanalizatsiyada umuman muammo yo'q va men bu gapni suverenностью deydi ruslarda, aniq nima desa bo'ladi, ishonch bilan ayta olaman. Va ushbu xonadonga kirib 10 daqiqa o'tirib obzor tayyorlashga tayyorgarlik ko'rgan vaqtimda, ishonasizmi, behalovat bo'lib ketdim. Nimaga? Juda ham issiq. Shuning uchun oynani shaxsan o'zim ochib qo'yganman. Oshxonadamiz, biz bu yerda obzor qilganimizda ranglari biroz boshqacha edi. Xonadon egalari o'zlariga moslabdilar. Oshxona mebel qilingan, kir yuvish mashinasi qo'yilgan, gaz plita ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda kotyol 67 gradus ekan. Shuning uchun ekanda juda pasaytirib qo'yaymi buni? 67 gradus ham qilib qo'yadi. Xolodilnik va oyna. Xo'p, pastda yopiq parkovkalar qilingan. Ushbu xonadon egasining bitta joyi bor. Aynan shuni sizga beradi. To есть mashinani ham, mashinadan ham xavotir olmaysiz. Yomg'irmi, qormi, hech qanaqa zarari tegmaydi. 4 kishilik stol qo'yilgan va juda ham chiroyli obstanovka. Sizga yoqqan bo'lsa, videomizga bitta like bosib qo'ying. So'nggi xonamiz, ko'rib turganingizdek vanna xonasi. Bu yerda kattagina vanna qo'yilgan. O'zining alohida rakvinalari bor va poldan patologgacha chiroyli kafillar yopishtirilgan. Eng so'nggi xonamiz klassik uslubida jihozlangan yotoqxona bo'ladi, kattalar yotoqxonasi. Bu yerda ko'rib turganingizdek katta yotoqxona mebeli, o'zining alohida tumbuchkalari, katta shkaf va tryumosi joylashgan. Pardalari ham devor rangiga moslab qilingan. Do'stlar, ushbu xonadonimizni biz reklama qilganimizda birinchi marta jihozlab bo'lmagan, videomizni topib albatta qo'yib ko'ramiz, ko'rsatamiz sizlarga. Jihozlab bo'lmagan, birgina oshxona mebeli bo'lgan va menimcha shu xolos, to'g'rimi Said Abdulla? Shuni o'zini ko'rdik-ku. Boshqa hech qanaqa jihoz bo'lmagan, 62 mingga qo'yganmiz. Qanchaga baraka qilishganini uyda egalari aytishmagan, lekin baraka bo'lgan o'sha payt bir oyda. Bu uyni yangi hovliga ko'chib ketyapti Said Kamol. Bizdan olgan odam mazza qilib yashasin, mazza qilsin deb turib unaqa baland narx aytishmadi. O'zi 70 ming atrofida narx aytib turishdi. To'xtang aka. Hovli olibsiz, yaxshi niyatda. Kirgan odam ham mazza qilib yashasin deb biz o'zimiz taklif berdik. Narxini 67 ming dollarga tushirdik.
kelib ko'rib ushbu xonadonni sizga ma'qul keladigan bo'lsa, albatta baraka qilib yuborishingiz mumkin. Birgina ushbu xonadonni minusi bor. U ham qanaqa desangiz, aslida yuragingizga foyda bo'lgan minus. Shahar hokimiyati orqasida joylashgan 4 qavatli domda 4-qavatida. Bo'ldi, boshqa hech qanaqa minusi yo'q. Gaz bor, svet bor, kanalizatsiya bor, Korzinka supermarket yoningizda, bog'cha shundoqqina yonginangizda, maktab, xullas kelib yashab oladigan joyi. Hech nima olib chiqib ketmayman Said Kamol, hattoki mana shu $1600 olgan kartinamni ham beraman deyishdilar. Narxi $67,000 bosishingiz mumkin. Ekraningizdagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling. Arzon narxda kvartira xarid qilaman degan yaqin tanishlaringiz bo'lsa, ushbu videoni ularga albatta yuborib qo'ying.